muvaffaqiyatli insonlar o'sha veb-saytida yozilganki, siz nafaqatgina ona tili o'zbek tili, balki turk tili, tojik tili va rus tilini yaxshi bilar ekansiz. Lekin o'tgan kuni premyerada siz bilan biz bemalol ingliz tilida ham gaplashdik. Yana nechta til bilasiz Yulduz Ibragimovna? Endi ingliz tilida deganda ham ingliz tilidan praktika bo'lmasa baribir. Lekin siz bemalol suhbatlashdingiz. Siz bilan Yo'q, aynan men, juda bir nozik dardimni masalalarni, tushuna olaman. nozik masalalarni ham muhokama qildik-da ingliz tilida. Inglizcham bor. Inglizcham yetarli. Qayerda o'rgangansiz ingliz tilini? Men o'sha Gollandiyaga, Germaniyaga ketgan paytimda, Gollandiyada yashagan paytimda o'rgandim. Germaniyada umuman til bilmasdim o'shani. O'shanda kontraktlar noto'g'ri qo'llar qo'yib boshqalar qilib o'rganmanda. Bilmaganingizdan. Bilmaganimiz uchun katta xatolar bo'lgan. Чуть ли не рабство подписала себе deydi-yu. Qo'shiqlarimni olib bemalol sotib yuborishib. Ashunchim ko'p qo'shiqlarim Germaniyadan Turkiyaga sotildi, men haqim talab qila olmadim. Bu yerda qo'l qo'yganman. Не зная языка deydi-yu. Til bilmagan holda. Lekin O'zbekistonda og'ir holda bo'lganim uchun bu yoqqa kelish anaqam yo'q. Я была готова на все. Лишь только сохранить тебя отсюда deydi-yu. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim. Ingliz tilini demak siz o'qituvchi olmagansiz. Yo'q, o'qituvchi olmagan, hayot o'rgatdi.